Assalomu alaykum azizlar. Fiziologik sariqlikni davom ettiramiz. Fiziologik sariqlikni protsessni yomonlashtiradigan ikkita katta omil haqida bugun gaplashamiz. Qiziqarli dars bo'ladi. Endi nima uchun o'zi sariqlik yuzaga keladi degan narsa bu bilirubin moddasi bilan asosan bog'liq. Bilirubin qanaqa hosil bo'ladi deb aytadigan bo'lsa, bunda qon hujayralari eritrotsitlar bilan bog'ladagiga bog'liq. Endi o'zi ona qornida homila qanaqa rivojlanadi? Albatta, oziq moddalar va kislorod qon orqali ta'minlanib beriladi. Endi o'ylab ko'ring, qon orqali ta'minlanib beriladigan bo'lsa, o'sha ta'minlaydigan taksichilarimiz, ya'niki dastavshiklarimiz ko'p bo'lishi kerak. Eritrotsitlar nisbatan o'sha tarkibidagi gemoglobin ham nisbatan ko'p bo'lar ekan. Chaqaloqlarda tasavvur etishingiz uchun 160-220 ni tashkil etsa, katta odamni 120 ni tashkil etadi. Men primerni aytib o'tyapman. Endi o'sha sonlar nisbatan ko'p bo'ldi, lekin bola tug'ildi, chaqaloq tug'ilgandan keyin ular asosan 80 kundan 120 kungacha yashaydi eritrotsitlar. Lekin bolada nisbatan tez parchalanadi, sababi juda ham ko'p. Endi tez parchalanganda, lekin jigar faoliyati yaxshi yetilmaganligi uchun endi bu yerda o'sha zavod ulgurmaydi. Ya'ni musorni переработка qilish uchun, chiqindilarni переработка qilish uchun ulgurmaganligi hisobiga chiqindilar organizmda ko'payishni boshlaydi va terida namoyon bo'lishni boshlaydi bu narsa va bu holat fiziologik sariqlik deb namoyon bo'ladi va ataladi. Endi mana shu bilirubin qanaqa hosil bo'lishligini men sizlarga tushuntirib beraman. Demak, bilirubinimiz bizda eritrotsit degan qon hujayramiz bor ekan. Eritrotsitlar tarkibida gemoglobin bor ekan. Boya aytib o'tganimizdek. Gemoglobin ikkiga gem va globinga parchalanar ekan. Globin bu oqsil, gem esa o'zining tarkibida transferin da undan tashqari parchalanadi. Unda ya'niki jeleza, ya'ni temir uch yoni bo'ladi. Gem undan keyin biliverdinni hosil qiladi. Biliverdindan bilirubin hosil bo'ladi. U aynan mahsul oqsillar, ya'niki albumin bilan birgalikda qo'shilib, jigarga boradi. U yerda glukurondaza degan ferment bilan glukuron kislotasi bilan birgalikda qo'shiladi. Bu bilirubin, ya'ni bog'lanmagan bilirubin hisoblanadi, qonda suzib yurgan. Endi u jigarga borganda esa bog'langan, ya'ni konjugirlangan bilirubinga o'tadi. Bu nisbatan zararsiz, bu esa zararli hisoblanadi va qonda asosan mana bu ko'payib ketsa, albattaki xavfli hisoblanadi. Endi mana shu bog'langan bilirubin o't yo'llari orqali 12 barmoqli ichakka quyilar ekan. Endi mana shu 12 barmoqli ichakka o'tgandan so'ng maxsus bakteriya fermentlar ta'sirida u urobilinagen degan moddani hosil qilar ekan. Va urobilinagen ikkiga bo'linadi. Urobilin, ya'ni o'zi urobilin, ya'ni urobilinagen va sterkobilin desak ham bo'ladi. Urobilin va sterkobilin. Endi qaranglar, bittasi ya'niki axlatga rang beradi. U katta odamda va kichik odamda ham farqi yo'q, chaqaloqda ham misolga, va bittasi esa sidikka rang berar ekan. Mana shu sterkobilin axlatga rang beradi. Ya'ni mikoniyaga, o'sha stulga najas qilgan vaqtida axlati rangi bo'ladi chaqaloqda. Endi mana shu gemoreydal mana bu to'g'ri ichakdagi, ya'niki bilamiz qon kapillyarlari juda ham ko'p. U ya'ni qayerga o'tadi? Albattaki pochkaga, ya'ni buyrakka o'tadi va buyrakda esa urobilin o'sha lar orqali esa sidikka rang beradi. Endi o'ylab ko'ring. Bu protsess qachon yaxshi bo'ladi? Mana bu ichakka qo'yilyapti. Qachonki ich yursa, aynan najas chiqmaydigan bo'lsa, bolada holat yomonlashishiga olib keladi. Endi hayot misoliga oladigan bo'lsa, bolani ko'proq emizish kerak, ya'ni sut berish kerak. Bu yerda bolani ovqatlanishni nisbatan kamaytirib qo'yadi. O'zi sutka davomida 8 dan 12 marotabagacha ovqatlantirib turish kerak. Juda ham chistotasi tez holatda. Nima uchun desa, ich qachonki yurishadigan bo'lsa, o'ylab ko'ring, ich yurishadigan bo'lsa va sidik chiqadigan bo'lsa, biz nimadan qutulamiz? Albattaki bilirubin o'sha sariqlik yuzaga keltiradigan moddadan qutulamiz. Demak, birinchi asosiy yechimi bu, ya'niki sut bilan oziqlantirish ekan. Lekin bitta narsani ham aytib o'tishimiz kerak, uni keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Sutdan ham, ya'niki fiziologik sariqlik kelib chiqishi mumkin, lekin u juda ham kam holatlarda, qanaqa holatlarligini ham tushuntirib o'tamiz. Ikkinchi holati bu, agar onada mana bu yerda ko'ramiz, onada sahrni diabet, ya'ni qandli diabeti bo'ladigan bo'lsa, endi o'ylab ko'ring, onada glyukoza ko'p, ya'ni oziqa modda ko'p. Bola qanaqa oziqa modda bo'ladigan bo'lsa, ko'p yeydigan, ya'ni yaxshi yeydigan bola qanaqa bo'ladi? Albatta katta bo'ladi. Bu ya'ni makro bo'ladi. Sizni bolangiz nisbatan 4 kilo, 5 kilo tug'ilishi ham mumkin. Endi o'ylab ko'ring, mana bu yerga glyukoza o'sha yo'ldosh orqali ham o'tib ketadi. Glyukoza demak yo'ldosh orqali keldi va qon hujayralarida bolada ham oshqozon osti bezi bor. Oshqozon osti bezida uni hazm qilish uchun, oddiyroq tilda aytadigan bo'lsa, glyukozani o'sha o'ziga singdirish uchun insulin degan aynan
gormonlarni chiqaradi. Mana shu gormonlar nisbatan glyukozani kamaytirib turadi. Lekin asosiy ish o'sha glyukozani kamaytirish bo'lib qolganligi uchun buni nisbatan bizda bitta narsani bilib qolaylik, ya'niki o'sha biz tashuvchi dedik. Tashuvchi taksilarda hammasi nima bilan? Glyukozani olib kelish bilan band. Ya'ni faqat yuk mashinani o'sha yukni olib kelish bilan band, lekin odamlarni olib kelmayapti. Ya'ni bu odamlar deb oladigan bo'lsa, bu kislorod. Kislorodni tashish uchun taksi yetarli emas. Mashina yetarli emas. Demak, bu yerda nima bo'ladi? Bolada gipoksiya holati yuzaga keladi. Gipoksiya degani bu qonda kislorod miqdori kamayib ketadi. Kislorodni голодание, ya'ni kislorodni to'yinish holati bo'lmaydi bolada. Endi o'ylab ko'ring, bolada kislorod to'yinish bo'lmaganini hisobiga nima yuzaga kelishi mumkin? Taksilarimiz kam deb o'ylaydi va bolada o'zida, ya'niki qondagi boyagi eritrotsitlar deb aytdim-ku, eritrotsitlarni nisbatan ko'tarishni boshlaydi. Ya'ni yangi qon hujayralarini shakllantirishni boshlaydi. Nima uchun? Chunki o'sha odamlarni olib kelish uchun, ya'ni kislorodni tashish uchun kerak. Endi bola tug'ildi. Men sizlarga aytdim, o'zi fiziologik sariqlikning asosiy sababi bu eritrotsit, ya'ni qondagi o'sha gemoglobin. Gemoglobin nisbatan ko'payib ketganligini hisobiga o'sha onada sahrni diabet, qondagi qand miqdorini hisobiga gipoksiya deb o'ylab qondagi qon hujayralarini ko'paytirib yuboradi. Gemoglobin oshgani hisobiga esa u parchalanadi va o'sha jigar o'zi yaxshi yetilmagan, unga yana 2-3 baravariga biz nagruska beramiz, ishlaydi va fiziologik sariqlik nisbatan yana oshib ketadi. Va bunda onalarga glyukometrlar orqali, o'sha glyukotesterlar orqali asosan glyukozasini o'lchab turib, bir me'yorda ushlab turish, dori preparatlarida shifokorlar tomonidan buyurilganlarni qabul qilib turish maqsadga muvofiq deb tavsiya beriladi. Bugun ikkita omilni sizlar bilan ko'rib chiqdik. Salomat bo'linglar.